Balalarım, ben bolamaydigan okşayman. Dada, müştaklar ketip kalarsan mı? Yok balam, ben sizlerge nait kattı baylık kaldırıp gitmem. Burası mı? Baylık? Dada, kanda baylık var? Bu atı bolurumuzun iriş bakmagan baylık. Bunun kısleti jirakını yakın kılıdı. Boran çapkındı kanmaysla, yağmurda kanmaysla, sokakta tongumaysla. Töt beslinin hem de rahat yaşaysla. Bu sen diyen baylık nerede? Karakurum bağrının şarkı tarafında bir bayan tekli makan kumlu kıba. Sıla onu aşiyenizden... Xeyton avtomobilçiliği? Aka. Dadam degan baylıklı kişiga keldik mi onu ne? Onda emas da. Qarab baqa. Fıkra, birisi mi dağlık maşinalar bakın ha? Dige çıraylık. Biz bayıp kettik mi demiş kan? Biz bayıp ketken bulduk. Kan, baylıkta mı tattık? Sen et bu baylık. Kaysınısın o da. Denizseme bilirsen ko. Bärber sana maşina yaraşmaydı. Bu baylık degen çok mağla yaraşıdı. Bu baylıkni sen yalğız egallab olmoqchimi? Unda deb ketma Afgan. Kerak kishir berib baqaylar. Bo'ldi. Fıkra, bunda peyze. Şunu degene.
Yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Rahmat. Ha? Kim so'zlayapti? Men mashina yordamchimiz. Texnik ko'p mashinalarga erishmoqchi bo'lsangiz, qo'zg'ash knopkasini bosing. Basavka. Qanday ola? Qanday o'z bo'la? Basa. Qağılıq Xaytong avtomobil seti çekiş şirketi xaridorlarning kuchli talbiga asosan har xil tipdagi dangliq mashinalarni keltirgan bo'lib, mashinalarni 10% dan 20% gacha e'tibor bahoda setib chiqarish, koni mashinani yangiga almashtirish, bir tal kimlik bilanla pul to'lamay mashina setib olish, qarzga mashina bejirish, setib olgan mashinani haqsiz bezash, sug'urtalantirish qatorliq mulozimatlar bilan 100 ming kilometr hamda 5 yilgacha sifat kafolat, tunji qitimliq asrash haqi haqsiz qilib, foydani xalqqa o'tinib berish qatorliq mulozimatlar bilan sizni to'liq rozi qiladi. Mashina sotishga oldin tanlashingiz. Rost edi. Adresi Konu Partiya maktab yan tarafida. Telefon nomeri 181 29 11 0000.